Endi qachonki bu bolalar Gambit tayyorlagan eng qo'rqinchli o'yinlardan o'tsagina o'z uylariga qaytishadi. WhatsApp hammaga hech kimga kerak emas. Bir tiyinga qimmat, qo'lidan bitta ish kelmaydigan odamchalar. Men sizlarni bu yo'lga bekorga yig'ganim yo'q. O'zbekistondagi eng qiyin va qo'rqinchli 3 ta o'yinni o'ynab ko'rishinglar kerak. Agar bu o'yinni o'ynab o'ta olsanglar, bemalol damoy sassiq uylarga boraverasizlar. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. O'ylashim bo'yicha o'rtoqlar, sizlar bu video qanaqa bo'lishini va qoidalarini tushundinglar. Va bo'lmasam bu videoda Sardor Stein. Morgenstern emas. Stern emas, Stein. Ma'nosi nima? Einstein. Da 150 IQ bo'lgan, menda 165 IQ. Xo'p, ana endi kommentariyada bo'lmasa Sardor Stein bilan Einsteinning farqini yozsin. Keng ishtirokchi Bobur. Zo'rmi? Da. Maktabda shunaqa qilishardi. Men ham gapiray, men birinchi marta umrimda kelganman bunaqa zabroshkaga. Kirishim bilan o'z qo'rqish boshladim, real. To'g'risi aytsam, men ham birinchi marta kelganman. O'ylashim bo'yicha o'rtoqlar hammanglar tushundinglar. Bu videoda nima bo'lishini va bo'lmasa endi videoni boshlaymiz. Agar tayyor bo'lsanglar, birinchi o'yinni boshlaymiz. Menimcha bu o'yinni hamma tushunadi. Charlie, sen shu yerdamisan? Albatta, u jigarim meni yonimda. Prosta sizlar qo'rqishinglar uchun mana bunaqa narsalar bilan men tayyorlab qo'yganman. Chunki sizlar primoy gaplasha olmaysizlar menga o'xshab. Xo'p, qog'oz, qalam va shag'amlarni yoqib, A dan Z gacha harflar yozasizlar va plus qilib qalam qo'yib qo'yib, savollarni berishni boshlaysizlar. Jigarim, men sizga Mana bu bola boydan beri qo'rqyapti, ishoninglar. Tayyor bo'lsanglar, bo'lmasa, Charlie, sen shu yerdamisan? So'rab olasizlar. Buni hammanglar o'rtoqlarim, o'ylashim bo'yicha sizlar o'yin qoidalarini tushundinglar va bizga mana shu narsalar kerak bo'lar ekan. Va keyin o'rtoqlar biz bu o'yinni xuddi Gambit bratim aytganlaridek o'ynashimiz uchun bizga mana shu qog'oz kerak bo'lar ekan. Va bu yerda, agar so'z qurmoqchi bo'lsa harflari ha yoki yo'q degan so'zlar bor. Ya'ni biz savol bersak, u bizga ha yoki yo'q javob beradi. Misol uchun, masalan, bugun Sardor oladimi yo'qmi desak, masalan, ha deb agar ko'rsatsa, nima bilmadim, Sardor nima qilish kerak bo'ladi. Men o'ldiraman. Bu hammanglar bo'lmasa, hammanglar tushundinglar va ana endi bu narsa o'xshashiga yordam berish uchun biz mana bu fonarlarni yoqishimiz kerak ekan. Va fonarlar taqa yurakchali fonarlar. Biz ayol kishi arvoh chaqiramiz shunda. Endi, ayollarga ko'proq siz yoqasiz, shuning uchun ham buni yoqish sizga topshiramiz. Men yoqsam hozir shamlarni to'shna keladi. 3tamiz ham 3 ta ayol chaqirib beraman sizga hozir. 3 ta ayol arvoh. Men hayjig'anaman. Va men ungacha mana bu qalamlardan videoda ko'rsatilgan narsalarni o'tiraman. Ya'ni bu mana bunaqa bo'lish kerak-da, mana bunaqa bo'lish kerak. Tushunasizlar, bu o'ynaydi shunda. Qayerqadir boradi bu. Nima deysiz? Boburul hozir nima bo'ladi? To'g'risini aytsam, bu narsalarga men real ishonaman, chunki ishonaman? Ozgina ishonaman, chunki kichkina paytimda akamlar bilan realni qilganmiz и narsalar o'xshagan. Paytim men realni qo'rqaman. Men bugun spokойно uxlasam bo'ldi. Va men esa qalamlarni olib tug'ilaman. Qalam ochma deysizmi? Ochaman, nimadir beringlar, men yana qiz chaqiraman deydi. Kim so'radi desam, ha? Charlie tezda. Mendan so'rama deylar, ishonasizmi? Ishonasizmi siz? Yo'q. Zo'r. Nima so'ramadingiz mendan? Chunki men bilaman. Hozir yo'q deb turib, keyin qo'rqishingizni. Yo'q, gap yo'q. Voy, ishonmaysan? Nimadir bo'ldi. Давай. Mashta syomkani tugataylik. Turinglar, давай. Prosta unaqa qo'yib qo'ymaydi. Qarab kerakli. Yo'q, hop, cho'la bo'lgan yo'q. Nima ishi bor bo'lmadi, taqildi kunima. Kimdir hazillashdi deb hisoblayman buni. Oxirgi sham yoqamiz. Chunki bo'lmasam bugun Sardor uyiga bormaydi. Unaqa urmaylar. Endi unaqa yomon gaplarni gapirmayman. Men Bobur bormaydi deng. Xo'p, bugun uyga Bobur bormaydi. Bunga qo'shilaman. Chunki men o'zimning kvartiramda turaman. Hammasi chotki, brat. Aniq qilmang. IQ'ni ishlatmang. Va o'rtoqlar biza Gambit aytgan hamma narsani qildik. Va shunchaki endi qalamlarni to'g'ri qo'yib, qani bu qalamlar bizga nima deyishini kutsak bo'ldi. Menimcha, mana bu jajigalkanni qo'ysa tikka bo'ladi. Mana tur, ha? Va endi o'tirib ko'rishingiz mumkin. Biza aytilgan hamma narsani qildik. Va prosta shuning uchun o'rtoqlar bu birinchi o'yinni o'zi. Va birinchi o'yinni o'zida hozir nimadir bo'lsa bilmadim. Men ketaman. Men ketmayman. Men oxiri ishonmayman dedim, oxirigacha qolaman. Nima bo'lsa ham. Men ishonaman, lekin prosta ushalib turib oxirigacha qolishga harakat qilaman, lekin nimadir bo'lsa menga like bosib qo'yishingiz shu. Stop. Biz hozir agarda bu narsa o'xshamizga keta olmaymiz. Chunki Gambit bizani qo'ya olmaydi. Va ana endi bo'lmasam, o'sha o'yinda ko'rsatilgan kerakli savollarni beraman. Boshlanishda oddiyroqdan. Birinchi savol Charlie tezdes, ya'ni Charlie san shetdanmisan deb so'raymiz. Va aql ko'ramiz, bu qalam qimillab ha yoki yo'qdirmikan. Va ana endi bo'lmasam mana shu o'yinni ko'rsatilgandek kerakli savollarni beramiz. Charlie, san shetdanmisan? Brat,
Mat, ichimdan u narsa o'tib ketdi. Mana shunaqasi nima bo'ldi? Va aytdim, gamida qaq ketdilar deb o'yladim. Yo'q, yuragim. Bo'l, bemalol davom ettirsanglar bo'ladi. Men prosta taksilarni qo'rquvinglar darajasini ko'rmoqchi bo'ldim. Voy, yuragim chiqib ketdi otdi ichida. Yusuf, men yo'q degan tomonni shamni o'ynayapti. Mana, qarang, hamma shamlar faqatgina mana shu o'ynayapti yo'q degan. Billah, stop, qo'rqaman, hamma boshqatdan. Charlie, sen shetamsan. Orqamizdan kimdir chiqib kelmaydi hozir? Yo'q. Xo'sh. Har ovozlam eshitilishi mumkin deyishgan. Charlie, sen shetamsan. Bu bilan nima? Bular qilmanglar. Uy! Nima? No. Stop! Qanaqasiga qarab kim dedi? Anti nimadir men ko'rdim. Ikkita ko'z ko'ringanga o'xshadi yonib. Men mashq kira olaman, real. Stop. Ne? Bu qo'rqishingdan nima olaman? Qo'rqitmoqchi bo'lmanglar. Yo'q, bu qanaqasiga bu yo'qqa qarab yurishi mumkin bu. Mana yana. Hazırsanmi? Kimdir o'ynayapti buni. Kim o'ynaydi? Kimdan narsa topdi? Men ketdim. Yomib ketyapman. Stop! Biz hali даже birinchi o'yin oxirigacha o'ynamaymiz. Shoshma o'ynab. Men qanaqa qilmaladi hozir? Bilgan. Hozir o'rtada balansga qilib qo'ydim deydi mana. Yo'q, hop qaranglar. Sardor sizlar o'yin qiladinglarmi? Sardor. Maqsud? Lekin bular bu yoqqa kelmadi rostdan. Yo'q, qanaqasiga bu o'ynashi mumkin? Yo'q, bu mayli. Men anti ko'zimga nimadir ko'ryapti-da. Manda ham ko'rindi yani. Sizlar boslar shot turib turinglar, biz borib kelamiz. Nima bor ekanmi yo'q ekan? Kim borib keladi? Men oldimda 2-3 ta odam tursin, deb faqat. No, bilmayman, o'rtada nega buni voqea qilyapti. Lekin o'ylashim uchun men voqea narsa emas. Hozir voqea qilamiz, baqa chaqirib qo'yib. Assalomu alaykum. Ha? Ha? Voy, bura! Qo'chi! Voy. Men oldimda 2-3 ta odam tursin, deb faqat. No, bilmayman, o'rtada nega buni voqea qilyapti. Lekin o'ylashim uchun men voqea narsa emas. Hozir voqea qilamiz, baqa chaqirib qo'yib. Assalomu alaykum. Ha? Ha? Voy, bura! Qo'chi! Voy. Bular qo'rqitmaylar, ha? Sen hazırlashdim, ayt. Davom etamiz. Bla. Menda yuragimda problem bor. Real hozir tipa hazilsiz cho'smi? Men bu 103 ta chaqirib ketish kerak bo'ladi agar mana shunaqa ketaversa. Yo'q, bu ham mayli. Prosta endi sizlarga g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda atmosfera ham bor-da. O'shani o'zi qo'rqitib turibdi. Yana anti ko'zimizga nimadir ko'ryapti, yana men bilan baqirib qaytib kelishmoqchi. Sezib ko'ramanmi? Chistotani, yuragim urayotganini. Prosta Menda ham xuddi shunaqa. Formula 1. Va xuddi shu paytda yana videoga qaytmasak, chota meni ham yuragim tez uradi. Qo'shdi. Bu nimaga? Yana ikkinchisi ham o'chdi. Voy! Okey, demak bilasizlar bu nima degani? Yo'q bo'lishini imkoni yo'q degan. Ya'ni bu yerda endi hammasi haga qarab bog'liq. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, mana yo'q taraf anaqada, ha taraf faqat turibdi. Demak, любой narsaga ha deyapti. Va hamma shoshmanglar. Ana endi prosta voqea qilmasdan keyingi savollarni ham berib ko'raylik. To'xtanglar, hozir bu qalam no'ga qarab ketib qoldi. Da? Hozir qanaqa yo'q bo'lsa, yo'q degan bo'lardi. Значит bor. Aki 160 sizlar ishonmayapsiz. Hozir qanaqa qilib hech kim yo'q bo'lsa, qanaqa qilib mana bu no'ga tushib qoldi, keyin mana buyoqqa no'li o'chib qoldi. Stop. Bunaqa desa qo'rqib ketaman. Va ana endi davlat keyingi savol beramiz. Keyingi savol qanaqa savol beramiz? Sen o'ldirganmisan, kimdir deymiz. Sen kimdir o'ldirganmisan? Okey. Hamma o'zingni so'raymiz. Charlie, sen kimnidir o'ldirganmisan? Charlie, sen kimnidir o'ldirganmisan? Eshityapsizmi? Fondalar har xil joyga o'ynayapti. Xo'p, ana endi oxirgi so'rashim kerak, 3-marta. Charlie, sen kimnidir o'ldirganmisan? Voy! Stop. Voy, mana shu qizimiznikilar yana aniq bo'ladi. Просто ring bo'ldi. Hop, qalam o'ynadimi, menga shu qiziq bo'lyapti. Qalam o'ynayapti. Menga kak bitta ozgina o'ynagan deyapman, tekst. Voy, bilad noqosizlar. Ne o'ynayapti? Shami kimdir o'qiflayapti, noqosizlar. Uflamayapti, hech kim o'qimayapti. Brat, men kichkina paytimda o'ynaganman, ishonganman, поэтому menda hozir 10x qo'rquv bo'lyapti, tushunyapsizmi? 10x. Xo'p, demak hozir bunisi o'xshamadi. Ya'ni bunisi hozir qalam qimirlamadi. Yo'q, da. Lekin mana bu shamlar juda qattiq o'ynayapti. Mana shu san. Hali ham o'ynayapti. Eng asosiysi bu yerda va pishi shamol yo'q, chunki biz yopiq joydamiz. Bizda shamol bo'lishi o'ta iloji yo'q, chunki bu yopiq joy. Va hamma bo'lsa, давайте. Bu birinchi o'yindagi eng oxirgi savol, ya'ni 3-savol beramiz. Va endi bo'lsa navbat 3-savolga va bu savol biz javobini kelishgan holda mana bunaqa, dahshatli savol beradigan bo'ldik. Va bu ham bo'lsa, sen bugun uchalamizni oramizdan qaysi birimizni ichimizga ko'moqchisan deb so'raymiz. Va qani
ko'ramiz. Bu qanaqadir javob beradimi yo'qmi? Lekin shamla bo'lgan so'ng uchib boradi. Lekin qarang, men bitta hali yo'nadigani ko'p bo'lsa ham tez o'chib qolgan mana vahimaga soatdi. Va mana bu yo'q taraf, ya'ni har doim ha degandek qanaqadir ma'noni berishi mumkin. Lekin biz bu uchun solib beramiz. Charlie, sen bizning uchalamizdan birontamizni ichimizga kirmoqchimisan? Charlie, sen bugun Sardoshdan ichiga kirmoqchimisan? Charlie, sen bugun Bobrelning ichiga kirmoqchimisan? Va hamayli, ana endi sal kutishimiz kerak bo'ladi. Yo'q! Voy, bra, nima bo'pti? No, aslida bu mamlakat edi. Qarang. Mana buni qilsa bo'ladi. Mana buni qilib turadi, tushundingizmi? Azgan tep qo'yamiz, sekin o'ngga oladi. И o'rtada bo'lganda siz kadrni olasiz, tushundingizmi? И получится вот так вот. Qarang. Yo'q! Voy, bra, nima bo'pti? Etdimi, yo'q, lekin bu baqachaq deganlarni mana shu joy o'zida qo'yamiz. Qachon? Mana Yana. har bitta qachon ham qo'yamiz. Qachon? Voy! Qachon? Nima qo'rqitmanglar. Va shu bilan o'rtoqlar biz birinchi o'yin o'ynab bo'ldik. Va nima deysizlar? Bu o'yinni qo'rqinchli o'yin deyishga qaraysiz nima? Ya'ni qo'rqinchli emasmi? Qo'rqinchli bo'ldi boshida, no